Bir ayol kishi bir xonadonda vafot etib qoldi. O'lim holati yuzaga keldi. Yaqinlari birinchi bo'lib o'zini qo'lga olish kerak. Chunki baribir eng og'ir vaziyatlar, anaqa nagruzkalar hammasi ayollarga tushadi, uyda egalariga tushadi. O'sha holatda o'zini qo'lga olib, birinchi bo'lib kalavatda o'tib qoladilarmi, yerda o'tib qoladilarmi? 10 yelkalarini qiblaga to'g'irlab turib, bir xonaga, yerga joy solinadi, ko'rpacha solib qo'yiladi. Keyin yostiq qo'yiladi. Yostiq qo'yganimizdan keyin yostiqni bir xil xonadonlarda ikkitalab yostiq qo'yib qo'yishadi-da, ikkita yostiq qo'yganda boshi g'ovdasi tepaga ko'tarilib ketib, shunaqa qotib qolishadi. Sartaxtaga olib yuvish jarayonida bosh ozgina ko'tarilib, qiyin holatlar bo'lib qoladi. Shuning uchun yostiqni sal pastroq qo'yamiz. Birinchi bo'lib engaklarni boylaymiz, mana engaklarni boylab qo'yish kerak bo'ladi. Yoshi katta, qari, yoshi ulug' onaxonlarni etligi ozgina nozikroq bo'ladi. Ularda engaklari sal tushib qoladi. Biz yechganimizda sal bo'shroq boylab qo'yishadi. Shuni sal ozgina, juda ham emas, ozgina qattimroq boylab olishsa, og'zlari ochilib qolmaydi biz yechganimizda. Keyingi holatda tizzalarini boylashadi. Tizzalarini birlashtirib boylab qo'yishadi. Oyoqlaridagi barmoqlarini ikkalasini bir-biriga juplashtirib, barmoqlarini ham boylab qo'yishadi. Keyin xatoliklar ketadi. Ko'p holatlarda qo'l yonga xuddi shunaqa holatda tushish kerak. Bir xilla tushunmaydi, bilmay qolishadi. Qorin qismlariga bir-birining ustiga qo'yib qo'yishadi. Bu mumkin emas. Qo'llari yonlarida turishi kerak. Keyin ayol kishida hayotli paytlarida xoh hijobda bo'lsinlar, xoh hijobda bo'lmasinlar, engaklarni boylab qo'ygandan keyin ayollarda albatta ro'mol o'ratib qo'yishimiz shart. O'ratib, bog'lab qo'yilmaydi, chiroyli qilib, namnaq qilib yonlariga tashab qo'yiladi. Ustilariga podedalnikni yopib, keyin yana bitta ro'mol tashab qo'yiladi yuzlariga. Yozlarda vafot etganlar bo'lsa, yonlariga xushbo'y qilib, chiroyli qilib rayhonlar qo'yib qo'ysa, yanada yaxshiroq bo'ladi. Xushbo'ylanib turishadi, xushbo'y hidlar kelib turadi. Boshida birdaniga odam bilgan narsasi ham esdan chiqib qoladi. G'assol kelguncha shu holatlarni qilib qo'yiladi. Keyin tahlil o'qib o'tirishsa bo'ladi. Qorin qismlariga tuzla qo'yishmasin, Qur'on kitoblar qo'yib qo'yishadi. Bunaqa narsalar mumkin emas. Shu holatda afzal bo'ladi, shu holatda qilinadi. Ortiqcha narsa kerak emas.